Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Respublika gidrometeorologiya xizmati ma'lumotlariga ko'ra, yaqin kunlarda O'zbekiston hududlarida ob-havo keskin o'zgaradi. Bir necha kun davomida ayrim viloyatlarda qor yog'ishi, yomg'ir va tuman kuzatilishi, havo haroratining esa pasayishi kutilmoqda. Ushbu videoda sizlarni 18-22 kunlar uchun batafsil ob-havo prognozi bilan tanishtiramiz. Agar videomiz sizga foydali bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, videoga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, Respublika gidrometeorologiya xizmati ma'lumotiga ko'ra, ushbu haftada O'zbekiston hududlarida bir necha kun davomida qor yog'ishi kutilmoqda. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. 18-20 dekabr kunlari ayrim joylarda yog'ingarchilik, ya'ni yomg'ir va qor bo'lishi mumkin. 21 dekabr kuni esa yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Ayrim joylarda tuman tushadi. 18 dekabr kuni kechasi -3+2 daraja, kunduzi 3-8 daraja, 19-21 dekabr kunlari 0,5 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi. Tuman tushadi. Havo harorati kechasi -5-10, kunduzi -3+2 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham havo o'zgarib turadi. 19 dekabr kuni ba'zi joylarda yog'ingarchilik, ya'ni yomg'ir va qor yog'adi. 18 dekabr kuni kechasi 0-5, kunduzi 3-8 daraja. 19-21 dekabr kunlari 0,5 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. 18 va 21 dekabr kunlari yog'ingarchilik bo'lmaydi. 19-21 dekabr kunlari ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir va qor yog'adi. Ayrim joylarda tuman tushadi. 18 dekabr kuni kunduz 7-12 daraja, 19-21 dekabr kunlari 5-10 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi. 18-20 dekabr kunlari ba'zi joylarda yog'ingarchilik kuzatiladi. 21 dekabrda esa yog'ingarchilik bo'lmaydi. Ayrim joylarda tuman tushadi. Kechasi -3+2 daraja, kunduzi 0,5 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. 18-20 dekabr kunlari yog'ingarchilik bo'lmaydi. Ayrim joylarda tuman tushadi. Havo harorati 18-19 dekabr kunlari kechasi -2-7 daraja. 20-21 dekabr kunlari esa -7-12 daraja sovuq bo'ladi, deyiladi xabarda.